Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetlik anlıqçı dostlar. Tövəndə diktanladı bulduğunu Muhammed Ali Amin Ustaz qalamga alğan yeni təfsirdən özündələrin davamı. Yaqtırıb anlaşılğanı ümid qılırız. وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Aytqın ki, kainatның Rəbbiga sığınıb, yaratqanlarının şərridən, keçinin zulmət basqandakı şərridən, tügün və bağlağı dəm sağıcılarının şərridən, həsədxorның həsəd qılğandakı şərridən panah diləymən. Huvel Qur'an vel Furqan ilayhi tunsitul akwan ve fihi tu'attarul adhan vel Qur'an diya'un yamla'ul afaq ve nurun yab'athul الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. Sürünün oturuq qoyduğan asasi məzmuni. Kainat və onundakı barcha məxluqatlar parçalanish və yerilish şəklində yaratılğan olub, ta ki qiyomatga qadar shu şəkildə davam qiladi. Yağmur bulutlarni yerib tushadi. O'simliklar zaminni yerib chiqadi. Meyveler daraxtlarni yerib chiqadi. Qushlar bo'lsa tuxumni yerib chiqadi. Tug'adigan jonliqlar anasining qornini yerib chiqadi. Qorong'uliq kunduzni, tong kechini yerib keladi. Hattoki biz his qilmaydigan, jonsiz deb qaraydigan barliq shaylarmi yerilish alohidaligi bilan mavjuddir. Mavjudligini shu alohidilik bilan davom qiladi. Koinot demak yerib parchalab chiqish, ya'ni falaq demakdir. Kainatdaki her bir şeyi ma'lum vazife bilen yaratılgan bulup, behuda, ahmiyetsiz hiçbir şeyi yok. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Rabbimiz hiç şeyini bekar yaratmadın. Sen paktursan, bizni dozaq azabıdan saqlagın. Amma qaysi biri öz vazifasidan chiqib yo'ldan qaygan hamon uning sharri insonga zarar yetkazadi. Yılan yer asti yoki o'zi yashashga tegishli joylarda yashasa foydasi bor. Amma insonlar yashaydigan joyga kelsa, sharridan inson zarar ko'radi. Shuni o'ltirishga buyurilgan. Deniz, tog', shamol, yağmur ve başka barliq məxluqlar öz vazifasini ado qilsa zarari bo'lmaydi. Qachoniki öz xizmat ritmidan chiqsa sharri yetadi. Deniz öz ritmidan chiqsa toshqin yuz beradi. Tog' öz ritmidan chiqsa gömürlishi yoki yanardaq portilishi mumkin. Shamol ritmidan chiqsa bo'ron chapqin bo'lib ofat bo'ladi. Yağmur ritmidan chiqsa sel bo'lib ofat bo'lishi mumkin. Bunun o'xshash misollar intayin ko'p. Mavjudotlar ichida o'z vazifasidan chiqsa sharri eng ig'ir bo'ladigini insondir. Inson zaminni gullantirish uchun yaratilgan. Bu asli maqsaddan chetnab yo'ldan chiqsa, uning sharri hammani besib tushadi. Qotil, o'g'ri, tajovuzchi, xiyonatchi, aldamchi, palchi, hasadxo'r, nurg'un yomon illatlarning sohibi bo'lib, boshqalarga ig'ir zarar yetkazadi. Demek inson shunda xiyim xatar, balo qazo va musibatlarga to'lgan qo'rqinchli bir dunyoda yashaydi. İnson o'z-o'zini bu xiyim xatarlarning sharridan saqlay olmaydi.
Bulupmu kechi zulmatlarda yavoyi hayvonlar, ziyondosh hasharotlar, buzuq insonlar quturganda va dushman fursatni g'animat bilib, tuyuqsiz hujum qilganda texmu ilojsiz holga tushadi. Palchi sehrgar aldamchilar kishilarning ko'zlarini bo'yab, amaliyat va Allohdan yiroq, yolg'on yovdaqlarni rostdek ko'rsatganida, oqni qora, qarini oq ko'rsatib, insonni xiyoliy dunyoga boshlab, ruhiy holatiga ta'sir ko'rsatganida, ojiz inson bularning qurboni bo'lib ketadi. İnsonni bularning sharridan to'liq saqlaydigani dal bu koinotning va uning ichidagi barcha maxluqotning yaratuvchisi Robbul Falaq, ya'ni Allohdir. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. Allah hamma narsani yaratquchidir. Hamma narsaga homiydir. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. Allah'ның idaresi astida bo'lmagan birmi maxluq yo'q. İnsanның Allah'a sığınışdan başqa yo'li yo'qdir. Merhametlik Allah bizga o'ziga sığınış orqali yuqoridagilarning sharridan saqlanishning eng qisqa yo'lini ko'rsatib beryapti. Anlayotganlar Muhammad Ali Amin ustoz qalamga olgan yangi tafsirdan o'zindilar. Xulası shuki, g'afil, beparvo shopur har qancha usta bo'lsa-mu, balo qazodan qutulanmaganidek, g'afil inson hayotning sharridan qutulanmaydi. Allohning yo'l boshlig'uvchisi nishoni qilib o'yg'oqlik bilan uchirgan qiyinchiliklarda Allohga sig'inib mangan insonga har qanday maxluqning sharri eng zulmatli kechiladimi tegmaydi. Hattoki o'ziga o'xshash insonlar mayli sehr bilan ziyonkashlik qilsin, mayli berilgan ne'matlarga chidamay Allah'ның taqsimotiga qarshi holda o ne'matlarning yo'qilishiga harakat qilsin, Allohga sig'ingan, Allohning himoyasiga kirgan kishiga chiqilamaydi. Oyat tahlili. Robbil Falaq. Falaq so'zini Qur'on tarjima kitoblarida tong yoki subhi deb tarjima qilingan bo'lsa-mu, so'zning asli kelib chiqish yiltizi suraning o'ttiri qo'ygan temisi va bir bo'lik mufassirlarning tafsiriga ko'ra mavjudot yoki koinot deb elishni to'g'ri ko'rdik. Chunki falaq so'zi yerilish ma'nosida qo'llaniladigan bo'lib, barliq mavjudotlarning yaratilish va ko'payish holatini ko'rsatishi mumkin. Yomg'ir bulutlarni yerib tushganidek, o'simliklar zaminni yerib chiqqanidek, meva daraxtni yerib chiqqanidek, cho'ji tuxumni, tuxum to'xuni yerib chiqqanidek, meg'iz shaklini, bola onasini yerib chiqqanidek, tong qorong'uliqni, qorong'uliq kunduzni yerib kelganidek, ko'zimiz ko'rgan yoki ko'rmagan barliq maxluqotlar yerilib chiqadi. Bu arab tilida falaq so'zi bilan ifodalandi. Sura maxluqotlarning sharridan saqlanish uchun shu maxluqotlarning Rabbiga sig'inish haqida bizga yo'l ko'rsatyapti. Qur'ondagi boshqa oyatlarda shu shaklda qo'llanilgan. Innalloha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyita minal hayy. ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. Dallani ve uruqchilarni yerib chiqarg'uvchi haqiqatan Allohdir. Tirikni o'likdan va o'likni tirikdan chiqarg'uvchi ana shu Allohdir. Allohga ibodat qilishdan qandoqmi bosh tortisizlar? Allah subhini qorong'udan yerib chiqarg'uchidir. Ya'ni tongni yo'ritquchidir. Allah kechini sizlar uchun istirohat qilib yaratdi. Sizlarning vaqt hisoblashinglar uchun quyosh bilan oyni yaratdi. Bu g'olib hammani bilguchi Allohning oldin ola belgilagan ishidir.
هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن من شر ما خلق. Allah Taala insonni zamanda bir vazifa bilan yaratdi. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Men yer yuzida xalifa yarataman. Bütün mavjudotni inson uchun yaratdi. Huvallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah yer yuzidagi hamma narsani sizlar uchun yaratdi va uningga xizmat qilish uchun bo'ysundirib berdi. Annalloha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah osmonlardagi va zamindagi hamma narsani sizlar uchun bo'ysundirib berdi. İnsan öz-özünü idare qila oladigan shaklda boshqa mavjudotlarning bir qismi insonning irodasi ostida, yana bir qismi insonning irodasining sirtida yaratildi. İnson öz-özünü idare qilib, belgilangan yo'ldan chetnamay, hayotdagi vazifasini ado qilish uchun nishonga qarab ilgarilsa, aslo o'ziga o'zidan biror shar kelmaydi. Bu Alloh farishtalar oldida faxr bilan tilga olgan inson tipidir. Aksi holda inson boshqa tipdagi insonga o'zgarib, uning sharri o'zi daxil boshqa mahluqotlarga zarar yetkazadi. Inson idorasi ostidagi mavjudotlar ko'rsatilgan bo'yicha yo'lliq va o'rinliq shaklda tasarruf qilinsa, bulardan shar kelmaydi. Qachoniki had hududdan chetnab, yo'lsiz shaklda qo'llanilsa, buning sharri insonga zarar yetkazadi. Masalan, suv va havo normalda hayotimizning kapolati bo'lgan bo'lsa, agar normal tasarruf qilmay bo'lgansa yoki sal yoki bo'ronga o'zgarsa, jinimizni elishi mumkin. Inson o'zi yoki o'z irodasi ostidagi imkoniyatlarda ilohiy ko'rsatmadan chiqib uchirgan zarar o'z qilmishining mahsulidir. Shundaqla qilmishlardan qaytib tavba qilish uchun inson irodasining sirtidagi yer tavrash, toshqin, yanartog' va boshqa tabiiy ofatlardagi shaylarning sharri bilan jazolandi. Ma asabaka min hasanatin famin Alloh wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sana yetgan yaxshilik Alloh tarafidandir. Sana yetgan yomonlik o'zingdandir. Xulası shuki Allah yaratgan barliq shaylarni insonning xayrligi uchun yaratgan bo'lsa-mu, inson o'z qilmishlari tufayli u shaylarning sharriga duchor bo'ladi. Oyatda bu xil shardan saqlanish uchun Allohga sig'inib panohiga kirish kerakligi ilgari suriladi. Anlayotganlar Muhammad Ali Amin ustoz qalamga olgan yangi tafsirdan o'zindilar. Falaq surasining tafsiri. G'asiqin iza waqab. Zulmat basqan kechi vaqti. Ko'pincha yomonliklarning tarqash vaqtidir. Saharlik hasharatlar o'visidan chiqadi. Yavoyi yirtqichlar tarqaladi. O'g'ir qaroqchilar nishon izlaydi. Shahvatlar qo'zg'aladi. Dushman suiqasd plani tuzadi. Inson kechida eng g'ofil qoladi. Shayton butun yomonliklarni kechida qo'zg'aydi. Buxoriyda kelgan hadisda إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم
Mazmuni. Payg'ambar alayhisalom kash bo'lib qorong'ulik tushganda balalarni sirtqa chiqarmaslikqa, eshiklarni bismillah deb taqashqa, qochilarning ustini yepishqa va chiroqlarni o'chirishga eskartiyotdi. Chunki bu vaqt shaytonlarning tarqaladigan vaqti bo'lib, ziyonkashlik qilish kuchi eng kuchli vaqtdir. Bu oyatdagi zulmat qaplab, yomonlik to'shib ketgan qalb deb sura bu xildagi qalbning sharridan panoh tilashga buyurgan deb tafsir qilgan mufassirlar bor. Naffathati fil uqad. İnsanның ruhiyat dunyosi intayin murakkab yaratilgan bo'lib, nurg'unlagan nima uchunlarga to'lgan sirliq dunyodir. Tuyg'ularning yiroqdan bir-biri bilan bog'lanishi, uzun musofadan bir-birining ovozini anglashi, kishilarning bir-birini gipnoz qilish qatorliq ruhga aloqador nurg'un taraf hozirga qadar qanoatlanarlik javobga erishamadi. Balkim bu tövendeki oyatdagi turga kirishi mumkin. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Senden ruh haqqida so'rashidi. Aytqinki, ruh Rabbimning ishidir. Sizlarga faqat ozgina ilm berilgan. İnson ruhiyatidagi bu ojizlik nuqtasidan foydalanib, her davrda o'xshamagan vositalar bilan hujum qiladigan, oqni qora, qorini oq ko'rsatib, kishilar orasidagi har turli munosabatlarni buzishga urinadigan, ruhiyat qalaymaqonchilik tug'dirishga, kishilarning ko'ngliga qo'rqinch selishga urinadiganlarmi bor. Amaliyotda sehr haqiqat emas. Sehrgar hech kimga hech qanday zararni o'zi yetkazmaydi. Faqat her şey bir qonuniyat bilan yaratilganidek, ruhlar dunyosining Allah yaratgan bir qonuniyati bo'lg'ashqa sabab natijani keltirib chiqaradi. Bundaq chaqda biz sehrgarlarda odatdan tashqari kuch-qudrat bordek tuyg'u kelamiz. Halbuki bu faqat xiyoliy tuyg'u xolos. Sura Tohada قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Musa, belki sizlar avval tashlanglar dedi. Qarashqa ularning og'amchilari, asillari ularning sehrining ta'sirida harakatlanib mengayotgandek tuyulatdi. Musa o'zida qo'rqinch his qildi. Biz aytdikki, qo'rqmagin, sen cho'qim ustunlik qozinasan. Qo'lingdagini tashlagin. Ularning ko'rsatgan sehrlarini dam tortib yutib etadi. Ularning qilgani sehrgar hilisidir. Sehrgarlar hech qachon muvaffaqiyat qozonolmaydi. Onundan boshqa oyatdagi al-aqdu so'zi bog', munosabat degandek ma'nolarni ifodalaydigan bo'lib, Allah insonlarni ota-bolalik, er-ayollik, urug' tuqqanlik, qo'lim qo'shnilik va boshqa har turli munosabat bog'lari bilan chambarchas bog'lagan. İnsan qachoniki Allah bilan bo'lgan aloqasi ojizlashib g'afillasa, bu bog'larni uzib, ozdurishga qolay bir holatga keltirish uchun tirishadiganlarmi naffathati fil uqad qatoriga kirishi mumkin. Xulosa shuki, sehrgarlar turli vositalar bilan qudratlikdek ko'rinsimi, koinotda hech shay Allah yaratgan qonuniyatdan va Allohning qudrat doirasidan chiqib ketmaydi. Allohning panohida turgan kishiga hech zarar yetkazmaydi. Hasidin iza hasad. İnson intilishchan, hirisman yaratilgan bo'lib, bu taraqqiy qilishning taqozosi bo'lishi mumkin. Mol dunyoga bo'lgan qiziqishi iqtisodiy taraqqiyotga, ayollarga bo'lgan qiziqishi nasllarning davomlashishiga, maqomga qiziqishi o'zaro raqobat shakllantirib yuksalishga vosita bo'ladi. Ammo bu intilish va hirismanlik xuddi benzin yiqilg'i bekiga qachilansa mashinani mangdirgan bilan mashinning ichiga to'kilsa kuydirib kul qilganidek o'z yo'lida to'g'ri shaklda bo'lsa manfaatli bo'ladi.
Aks taqdirda bu Allohning taqsimotiga qarshi qarindishining ne'matiga isyon bir tuyg'uga aylanib, buning sharri insonga zarar yetkazadi. Yükselish va taraqqiy qilish tirishchanlik va ixlos bilan qo'lga keladi. Atrofidagilarning qo'lga keltirgan utuq va erishgan natijalarini yo'qotish yoki ishlarga putli qashang bo'lish orqali emas. İnson tabiatidagi intilish va hirismanlikning ta'sirida boshqalarning o'zidan ortiq ne'matga erishishi yoki o'rlab ketishiga qalbida salbiy tuyg'u, ya'ni hasad paydo bo'lmaydigan inson bo'lmasi kerak. Allohga sig'inib marhamatiga erishgan inson bu tuyg'uni yaxshi tarafga buriy oladi va boshqalarning ne'matining yo'qolishiga harakat qilmasdan Allohdan shu qarindishiga bergan ne'matni o'ziga berishni so'raydi. Bu payg'ambar alayhisalom degandek yo'lliq yaxshi hasaddir. La hasada illa fi ithnatayn. Rajulun ataahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haqq. Wa rajulun ataahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha. To'g'ri yo'lliq hasad ikki turlik bo'ladi. Alloh bir kishiga mol dunyo bergan, u kishi uni to'g'ri yo'lga sarf qilgan. Yana biri Alloh uningga ilm hikmat bergan, u kishi uning bilan hukm chiqargan va kishilarga o'rgatgan kishidir. Anlayotganlar Muhammad Ali Amin ustoz qalamga olgan yangi tafsirdan o'zindilar. Falaq surasining tafsiri. كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان. Hasad intayin xatarlik afat bo'lib, kishi mubtilo bo'lsa, uning sharridan eng yaqin kishilar musaqqamaydi. Odam shaytonning hasad sababli jannatdan chiqarilgan. İnsaniyat dunyosida tunji jinoyat hasad sababli Odam alayhisalomning ikki o'g'li orasida yuz bergan. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Öz vaqtida o ikkaylan qurbonlik qilgan edi. Birisining qabul bo'ldi, yana birisining qabul bo'lmadi. Qabil Habilga "Men seni cho'qim o'ltiraman" dedi. Habil aytdi: "Alloh faqat taqvodorlardan qabul qiladi." Xulosa shuki, insonlar jamiyati hasaddan aslo xoli emas. Ammo hasadning kayniga kirib, boshqalarga yomonlik qilsalar, uning zarari bo'lmaydi. Qachoniki hasad amaliy ziyonkashlikka aylansa, inson uning sharridan saqlanishdas. Faqat butun koinotning Rabbi bo'lgan Allohga sig'inib panoh tilash saqlanishning birdan bir yo'li. Surining oldidagi suri bilan aloqasi. Suri ixlos mutlaq yakkigonalik, haqiqiy mavjudlik va kamkutsiz mukammallikning yolg'iz Allohga oid ekanligini o'tirib qo'yish orqali inson bilan Alloh o'rtasidagi sabab natija qonuniyatini ilib tashlagandan keyin oshkora va yushurun jismoniy va ruhiy talablardagi butun ehtiyojlarda Allohga sig'inish, Alloh tilida tilash nuqtasiga boshlaydi. Falaq surasi jismoniy jihatdan zarar yetkazadigan, oshkora ziyondoshlardan Allohga sig'inib panoh tilashni o'rgatsa, Nas surasi ruhiyatga zarar soladigan yushurun ziyondoshlardan Allohga sig'inib panoh tilashga buyurgan. Surining tushish sababi. Sura 5 oyat bo'lib, kaynidagi Nas surasi bilan o'xshash Makkada tushganligi ko'plagan ulamolar tarafidan ilgari surilgan. Surining tushish sababi haqida tövandagi hadis rivoyat qilingan. Hazrati Oysha radhiyallohu anha shundoq deydi: Bani Zurayqdan Labid ibn Asam ismli bir kishi payg'ambar alayhisalomni sehrladi. Rasulullohga qilmagan ishlarimni qilgandek tuyulatdi. Mening qishimdagi bir kechasi uzun duo qildi. Bir ozdan keyin mundoq dedi: Ey Oysha,
Allah bana so'ragan ish haqida javob berdi. İki kishi kelib, biri bosh tarafimda, yana biri oyoq tarafimda o'ltirib, biri yana biriga mundoq dedi. Bu odamning kesili nima? Yana biri sehrlangan. Kim sehrladi? Labid ibn Asam. Nimada sehrladi? Tog'oq tushgan chosh va g'o'r xormaning qibida. O nada? Sarvon quduqida. Payg'ambar alayhissalom bir bo'lik sahobalar bilan bordi. Qaytib kelib Hazrati Oyshaga shundoq dedi. Ey Oysha, quduqning suyi xuddi xenida qizil yoki xormalarning beshi shaytonning boshlaridek. Hazrati Oysha chiqarib tashlamadimi ya Rasululloh? Rasululloh, Allah meni saqaytdi. Kishilarga uningdan biror yomonlik tegib qolmasin dedim. Rasululloh buyruq berib quduqni ko'mdirib atdi. Surining fazilati. Hazrati Oysha onamiz shundoq deydi. Payg'ambar alayhisalom og'rib qolsa, o'ziga muavvizat, ya'ni Ixlos, Falaq va Nas suralarini o'qib suflaydi. Kesili eg'irlibidi, barakat istab, men o'qib Rasulullohning qo'li bilan silaydim. Payg'ambar alayhisalom har oqshom uxlashga tamshalganida ikki olqinni juplab suflaydi va Ixlos, Falaq, Nas suralarini o'qib, bosh va yuzidan boshlab qo'li yetgan yergacha badanining oldi qismini silaydi. Buni 3 qatim qiladi. Suridan elindigan savoqlar. İnson yashayotgan turli qiyin xatarga to'lgan bu hayotda faqat butun koinotning Rabbila o'z panohiga ilib har turli sharlardan saqlay oladi. Cho'ngi insondan kichiki ko'zimiz ko'ramaydigan jonliqlargacha barliq maxluqotlarning dunyoda ma'lum vazifasi bor bo'lib, vazifa nishonidan adashganda uning sharri insonga yetadi. Kechining zulmat bosgan, inson qalbining qaridigan vaqti sharning avjiga chiqqan vaqtdir. Buningdan Allohga sig'inib panoh tilash kerak. Kunimizdagi elektronlik o'yinlari va turmush filmlari orqali nodon, ruhiyati ojiz kishilarga xiyoliy va reallikdan to'limi yiroq turmush tasvirini iflab, kishilar orasidagi ota-bolalik, ayollik beg'in uzib, oila uqumidan ayirib, ozdirishga qolay bir holatga keltirish uchun kishilarning ruhiyatiga ta'sir qilishni maqsad qilganlarmi naffasati fil uqad, ya'ni tugun va bog'log'i dam sog'ich qatoriga kirishi mumkin. Hasad ne'mat sohibiga qarta bo'lganda ne'matning yo'qolishini, o'ziga berilishini arzu qilishdir. Eng ig'irlashganda o'ziga berilmasimi qarshi tarafdan yo'qolishini umid qilish va harakat qilishdir. Hasad qalbda qilib, dil yoki amaliy ish harakatda ifodalanmagan holatda uning sharri boshqalarga zarar yetkazmaydi. Allohning fazli va marhamati bilan Sura Falaqning tafsiri tugadi. Yoqtirib anglanglar uchun ko'p rahmat. Keyingi sonda ko'rishaylik. Allohga omonat. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن